Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hindiston Xitoy o'rtasida chegara to'qinishi yuz berdi. Hindiston bosh ministri Narendra Modi Xitoy raisi Xi Jinpingning Hindiston ziyorati asnosida Xitoy askarlarining Hindiston ziminiga tajovuz qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Axborot vositalarining zikr qilishicha, Hindiston bosh ministri Narendra Modi Xitoy raisi Xi Jinpingning Hindiston ziyorati asnosida Xitoy askarlarining Hindiston ziminiga tajovuz qilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Hindiston ND televiziya torining bildirishicha, Hindistonga taba Kashmirning Jammu viloyati Ladakh rayonida Hindiston Xitoy ikki tarafning 1000 ga yaqin askari o'rtasida to'qinish yuz bergan. Mazkur televiziya torining Hindiston hukumat doiralaridan naql qilib aytishicha, Narendra Modi Xitoy raisi Xi Jinpingning 3 kunlik Hindiston ziyoratida mazkur to'qinish masalasini munozara qilgan. Hindiston tashqi ishlar ministri so'zchisi Sayyid Akbaruddinning ilgari surishicha, Hindiston Xitoy askarlarining chegara qonuniga buzg'unchilik qilish masalasini New Delhidagi uchrashishda Narendra Modi Xi Jinpingga texmo aniq shaklda o'ttirib qo'ydi ekan. Xitoy raisi Xi Jinping Hindiston bilan tijorat va tashviqot munosabatini kuchaytirish maqsadida Hindistonga 3 kunlik ziyorat kelgan. Ammo Hindiston xalqi Xitoyning tajovuzchilik siyosatiga qarshi Xi Jinpingning rasmini dastash va ko'ydirish bilan Xitoyga bo'lgan noroziligini va tajovuzchini qat'iy qarshi olmaydiganligini bildirgan. İlham To'xti sotda Xitoy taftish amaldorining barliq ayblashlarini rad qildi. 17 sentabr chorshanba kuni Urumchilik o'tir sud mahkamasida davlatni parchalashga urinish bilan ayblangan Uyg'ur kishilik huquq tashabbuschisi İlham To'xti apandi o'ziga ortilgan barliq ayblashlarini rad qildi. 17 sentabr chorshanba kuni Urumchilik o'tir sud mahkamasida davlatni parchalashga urinish bilan ayblangan Uyg'ur kishilik huquq tashabbuschisi İlham To'xti apandi o'ziga ortilgan barliq ayblashlarini rad qilgan. İlham To'xti apandining advokati Li Fangpangning Reuters agentligiga qilgan so'zda ma'lum bo'lishicha, İlham To'xtining davlatni parchalashga urinishiga o'quvchilarning guvohlik berganligi dalil qilib ko'rsatilgan. Ammo advokat Li Fangpang mazkur o'quvchilarning besim ostida ashundoq guvohlik berishga majburlanganligini ilgari surib, ularning guvohchiligini ishonchli deb qaramaydiganligini bildirgan. Munosabatlik xabarlardan ma'lum bo'lishicha, İlham To'xti apandi o'zining hech qanday terrorlik tashkiloti yoki chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari bilan aloqasi yo'qligini ilgari surib, o'zining faqat qog'oz va qalam bilan Uyg'urlarga qonun va kishilik huquq talab qilganligini bildirgan. Sud qattiq bexatarlik tadbirlari ostida boshlangan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, İlham To'xti apandining sudi elib berilgan mahkama binosining atrofi nurg'un Xitoy bexatarlik qismlari bilan qo'rshilgan. Chet ellik muxbirlarning sud zaliga kirishiga ruxsat berilmagan. Chet ellik diplomatlarimiz sudni zal sirtidan kuzatayotgan bo'lib, sud zali ishiga kirolmagan. Sud zaliga kirishni talab qilgan chet ellik diplomatlarga mazkur sud mahkamasi qat'iy ijozat bermagan. Shundaqla sud binosi va atrofidan suratga tortilishni cheklash uchun binoning butun atrofi to'siqlar bilan to'sib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning Beijing turishliq bosh elchixonasi ayrim bayonot e'lon qilgan bo'lib, mazkur bayonotda İlham To'xti va uning bilan birga tutqun qilingan o'quvchilarining erkin qo'yib berilishi kerakligi ta'kidlangan. Bayonotda yana Xitoy terrorlik va tinchlikparvar o'qituvchilarning bir-biridan farqli ayrim narsa ekanligini bilishi kerak deyilgan. Munosabatlik xabarlardan ma'lum bo'lishicha, İlham To'xtining advokatlari sud davosining 2 kun davomlashadiganligi haqida uqtirish olganligini ilgari surgan. Sud davosi orasida berilgan orom elish vaqtida so'z qilgan advokat Lining so'zidan ma'lum bo'lishicha, sudchi bo'lgunchilik jinoyati bilan ayblangan İlham To'xtiga dalil paketi sifatida so'z qilgan. Advokat Li sudchining bu dalil paketlarini tor orqali tarqatadiganligini uqtirganligini ilgari surgan. Dastlabki nazorat va birinchi qatimliq sudda putida ko'zi kishan bilan sudga tortilgan İlham To'xti apandi bugungi sud mahkamasiga zanjir kishansiz va kundalik kiyim bilan elib kelingan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, İlham To'xti apandi bilan birga tutqun qilingan 7 nafar o'quvchisimi sudga tortilmoqda ekan. O'quvchilarning oilalari nihoyat parishon bo'lmoqda bo'lib, mazkur o'quvchilarning oilalari yanvar oyidan buyon farzandlari bilan ko'rishishga ruxsat qilinmagan. Navbatda ular bolalarining salomatligidan qattiq andisha qilmoqda ekan. Ba'zi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari İlham To'xti apandining bu qatimliq sotiga
İlham To'xtining ayoli Güzelnur xonim bilan İlham To'xtining urug' tuqqanlaridan 4 kishining qatnashishiga ruxsat qilgan. Sotning 2-chi kunda İlham To'xtining advokati uni oqlashni boshladi. Oqlag'uvchilar İlham To'xtining maqolalari va darslaridan ulgularini ko'rsatish orqali uning muddaosi va faoliyatlarining davlatni parchalashga elib boradigan harakatlar emasligini o'ttirg'a qo'ydi. İlham To'xtining advokati Li Fangping jinoyat bekitilgan taqdirda uning 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi ehtimolining borligini bildirdi. Bu yil 45 yoshga kirgan İlham To'xti Beyjingdagi Millatlar universitetida iqtisod fanlari bo'yicha dars beradi. Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonidagi siyosatlarini ochiq-oshkor tanqid qilgan İlham To'xti buningdan ilgari nazorat ostiga ilingan edi. Yana bir tarafdan İlham To'xti sotlanayotgan asnoda Yunnan o'lkasining Xonxi rayonidagi bir sud mahkamasi 4 Uyg'urni terrorlik faoliyatlari bilan shug'ullanish bilan ayblab 10 yil bilan 20 yil orasida qamoq jazosiga hukm qildi. O'tgan hafta 4 Uyg'ur Kunming poyezd stansiyasi hujumining javobgari deb qaralib, o'lim va muddatsiz qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Uchturpandagi 2 nafar fidoi tillarda daston bo'ldi. Uchturpanda qechib yurib Xitoyga zarb berayotgan 2 nafar fidoi hammalarni hayron qoldirmoqda. Uchturpan imomlari miyasida 4 oilelik zo'migar Xitoy ko'chmanni bo'g'izlab tashlagan, navbatda qechib yurib ishg'olchi Xitoy doiralariga zarb berayotgan 2 nafar fidoining jasorati va farosati do'st dushman hammalarni hayron qoldirmoqda. Ishg'olchi Xitoy doiralari ularni tutish uchun har xil vositalarni ishlatibmi maqsadiga yetolmadi. Janobi Alloh ularni paxtaning ichida cho'g' saqlagandek saqlab keldi. Azaldan Xitoy ishg'oliga qarshi turib kelgan Sharq Turkiston xalqi bo'lsa, bu o'g'lonlarning jasorati va farosatidan mamnun bo'lib, ularni o't yurak fidoilar deb faxrlanmoqda va ashundoq o't yurak fidoilar sonining texmo ko'payib, zolim Xitoy ishg'olchilariga qarshi ajallik zarb berishini kech-kunduz Allohdan tilamoqda. Erkin Osiyo radiosining xabarida ma'lum bo'lishicha, qechib yurib Xitoyga zarb berayotgan mazkur 2 nafar o't yurak fidoilarning biri bo'lgan 20 yoshli Abdullah Abdurahim zulmga qarshi bir sobiq siyosiy mahbusning o'g'li ekan. Uning dadasi 1998-yili Aqsu Bo'zdong voqeasida putiga o'q tekkan fidoi Hushur To'xtini uyda yushirib, holidan xabar olganligi uchun tutqun qilinib, 1 yil qamoqda yotgan ekan. Ishg'olchi Xitoy doiralari navbatda ishg'olga va zulmga qarshi jihodiy harakati bo'layotgan Sharq Turkistonning o't yurak fidoilarini qo'lga olish, muddatlik va muddatsiz turmaga qamash va o'limga hukm qilish orqali ularning ishg'olga qarshi milliy mustaqillik irodasini sundirishni, shundaqla Sharq Turkiston xalqini mangu bosh ko'tarolmaydigan holatga elib kelishni maqsad qilmoqda. Ammo qamoq jazosiga hukm qilingan va yoki Xitoyning har xil tahdid zulmlariga uchragan Sharq Turkiston o'g'lonlarining ishg'olga qarshi milliy mustaqillik irodasini yenish uyoqda tursin, milliy mustaqillik ruhi va Xitoy ishg'oliga bo'lgan g'azab nafrati texmo kuchaymoqda. Turkiyaning sobiq bosh ministri va navbatdagi Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'an bir davlatning bir xalqni boshqarishining qo'ral va besim kuchiga qarashliq bo'lib qolishi shu davlat hokimiyatining zavolliqining yiqilishib qolganligidan derak berdi degan edi. Navbatda ishg'olchi Xitoy doiralarining Sharq Turkiston xalqini qo'ral kuchiga tayanib besim bilan idora qilishi to'limi chekidan oshmoqda. Xitoy Uyg'urlarga qarshi besimni kuchaytgan sari Uyg'urlarning Xitoyga bo'lgan qarshiligi va g'azab nafrati texmo kuchaymoqda. Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlaridan Darraj Turkiyaga keldi. Qatardan chiqib ketishi talab qilingan Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlarining tashqi ishlar mas'uli Amir Darraj Turkiyaga keldi. Turkiya Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anning yeshil chiroq yiqishidan keyin Qatardan chiqib ketish talab qilingan Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlarining tashqi ishlar mas'uli Amir Darraj Turkiyaga keldi. Dunyo xabar to'rining 17-sentabr chorshanba kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Musulmon qarindoshlar tashkiloti tashqi ishlar mas'uli Amir Darraj Turkiyaga kelgan. Turkiya tashqi ishlar ministrligi Darrajning Turkiyaga kelish safarini osonlashtirgan. Hurriyet gazetasining xabariga qaraganda, Turkiya Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anning Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlarining Qatar poytaxti Dohadan İstanbulga kelsa bo'ldiganligiga ishorat qilgan ekan, Musulmon qarindoshlar tashkiloti tashqi ishlar mas'uli Amir Darraj tunji bo'lib Turkiyaga kelgan. Xabarda yana Turkiya tashqi ishlar mas'ullarining Turkiya bilan Misr o'rtasida viza ishi bo'lmaganligi uchun ikki davlat o'rtasidagi munosabat nuqtasidan bir kashili yo'q. Ammo Turkiyaga kelishni xohlaganlarning bir ishxona qurishi va yoki bu yerda qilish uchun o'ldirish izn talab qilish masalasi ichki ishlar ministrligining masalasidir deb izohat berganligi ilgari surilgan.
Al-Quddus Al-Arabiya to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, Musulmon qarindoshlar tashkilotining Londonda turishliq cho'ng bir mas'uli shanba kuni so'z qilib, Qatarning qo'shinlari Qatarning islomchilarni qo'llashiga qarshi besim ishlatganligi sababli Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlaridan 7 kishining Qatardan chiqib ketishi talab qilindi degan. Turkiya televiziya kanalining xabaridan qaraganda, Erdo'g'an dushanba kuni Qatar ziyoratidan qaytib kelganda muxbirlarga Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbarlarining agar Turkiyaga kelishni xohlasa, Turkiyaning ularni qarshi oladigan joy bo'lganligini ilgari surgan. Misrda yuz bergan qonunli rais Muhammad Mursini og'dirib tashlagan harbiy inqilobdan keyin maydonga kelgan Misr xalq qo'zg'olonini qo'llab-quvvatlagan birdan-bir davlat Qatar bilan Turkiya bo'lib, Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi va Arab dengizi qo'ltiqidagi boshqa davlatlarning hammasi Misrdagi harbiy inqilob hokimiyatini qo'llab-quvvatladi va musulmon qarindoshlar tashkilotini o'zlarining hokimiyat tuzumiga qarata xatarlik deb qaradi. Xabarda Misrning navbatdagi harbiy inqilob hokimiyatining musulmon qarindoshlar tashkilotini terrorchi tashkilot deb e'lon qilganligi, musulmon qarindoshlar tashkilotining bo'lsa bu qalbaqni rad qilib, tashkilotning tinchlik tashkiloti ekanligini uqtirganligi ilgari surilgan. Turkiyada tamaki chekish yerlari texmi taraydi. Türkiye Səhiyyə Ministerliyi tarafından bir qancha yildan buyon yo'l qo'yilayotgan tamaki chekishdan cheklash rayonlarining kengaytirilishi yana bir qadam ilgarildi. Türkiye Səhiyyə Ministerliyining ministri Mehmet Muazzin o'g'li Anatoliya agentligining muxbirlariga bergan bayonotida buningdan keyin bolalarning o'ynaydigan bog'chalarda tamaki chekish qat'iy cheklanadi. Cho'nglarning bog'chalaridami har yerda tamaki chekish cheklandi. Biroq bu bog'chaning ma'lum bir bo'lonlariga belgilik yer ayirib qo'yildi. Tamaki chekuvchi navoda bu belgilangan yerdan sirt har qanday bir yerda tamaki cheksa jazolandi. Özellikle çocuk parklarında tamamen yasaklama. Diğer parklarda da belirli bir mekanda, parkın belirli bir köşesinde sigara içilen alan, yine hastane ve ibadethane bahçelerinde yine sigara içilebilecek alanların yapılması. Doktorxona bog'chasi, masjid hoyillari, savdo saroylarining kirish eg'izida tashqi eshikning muayyan bir yeri tamaki chekuvchilar uchun ayrilgan bo'ldi. Buning sirtiga chiqib tamaki chekkanlar jazolandi dedi. U yana zaharlik va mast qiluvchi buyumlardan qutulishni xohlaydiganlarning maslahatlashishi uchun kimligi so'ralmaydigan va qarshi tarafning telefon nomeri chiqmaydigan mulozimat aloqa telefonlarini tasdiqlaganligini, o'zining kimligini bildirishni xohlamaganlarning bu telefon yo'li orqali haqsiz maslahat so'rash imkoniga ega bo'lganligini bildirdi. Qrim Tatar Milliy Majlisi hujumga uchradi. Qrimda yuzlariga maska taqib olgan qurolli kishilar Qrim Tatar Milliy Majlis binosiga bostirib kirdi. Dünya xabar to'rining 16-sentabr kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Qrim Tatar Milliy Majlis binosiga Rossiya Federatsiya bexatarlik qismi bilan qurolli kishilar bostirib kirgan. Xabardan qaraganda yuzlari maskalik, qo'llari qurolli kishilar Qrim Tatar Milliy Majlisi binosining atrofini qurshib olgan. Qurolli kishilarning bir qismi navbatda majlis binosi ichida tekshirish elib berishni boshlagan. Yana uningdan boshqa Qrim Tatar Milliy Majlis binosi oldida turma mashinasi to'xtatib qo'yilgan ekan. Xabarda yana 16-sentabr seshanba kuni atigan tarafda Qrim Tatar Milliy Majlisi a'zosi Iskandar Bariyevning uyiningmi bosqinga uchirganligining ma'lum bo'lganligi ilgari surilgan. Iskandar Bariyev Rossiya Federatsiya bexatarlik qismining atigan tarafda uyiga bostirib kirganligi va uydagi kitoblari bilan kompyuterini elib ketganligini ilgari surdi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Qrimning mustaqilligini ta'minlaydigan bilet tashlash saylamiga qatnashmagan, Qrimning Rossiyaga qaytib etilganligi haqidagi kelishimni e'tirof qilmaydiganligini uqtirgan Qrim Tatar Milliy Majlisi yakshanba kuni elib berilgan yerlik saylamlarga ham qatnashmagan ekan. Amerika Iroq Sham islom davlatiga qarshi urush strategiyasining dastlabki qadamini bosdi. Amerika o'tgan hafta e'lon qilgan strategiya plani bo'yicha Bag'dodning g'arbiy janubida havo hujumi elib berayotgan bo'lib, Iroq miqyosida bugungacha 162 qatim havo hujumi elib bordi. Dünya xabar to'rining 16-sentabr kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Amerika askarlari Obamaning Iroq Sham islom davlatiga qarshi urush strategiyasi bo'yicha dastlabki qadamda Iroq Sham islom davlatiga qarshi havodan sistemalik hujum elib bordi. Amerika Markaziy mudofaa ofitserligi CENTCOMda e'lon qilingan bayonotda Amerika urush aeroplanlari bilan Bag'dodning g'arbiy janubida elib berilgan bombardimonning
Barack Obamaning chorshanba kuni e'lon qilgan strategiya plani bo'yicha dastlabki hujum bo'lganligi ma'lumoti ilgari surilgan. Bayonotda Bag'dodning g'arbiy janubida elib berilgan havo hujumi o'z garajlarimizni qo'g'dashning sirtida elib berilgan dastlabki harakatdir deyilgan. Xabarda bombardimanda Iroq Sham Islom davlatining Iroq bexatarlik armiyasiga qarshi o't ochgan bir o'rinning yo'q qilinganligi ilgari surilgan. Xabarda yana mundaq deyilgan: Amerika armiyasining Iroqdagi buningdan ilgari elib borgan havo hujumlari Iroqdagi Amerika garajlari ularning manfaatini qo'g'dash, insoniy yordam va Iroq muhojirlariga yordam qilish bilan maxfiy organlarning bexatarligini saqlash ekanligi kutilgan edi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, CENTCOMning bayonotida yana Amerika urush aeroplanlarining Sinjar atrofida Iroq Sham Islom davlatiga oid 6 mashinani yo'q qilganligi tizimlangan. CENTCOM Amerikaning Iroq miqyosida bugungacha 162 qatim havo hujumi elib borganligini bildirgan. Xabarda yana bir tarafdan Iroq Sham Islom davlati strategiyasi bo'yicha Suriyadami havo hujumi elib berilgan ahvolda Suriya rejimi tarafidan qarshilik ko'rsatilib qolsa, Amerikaning Suriya rejimini bombardimon qilganligi ilgari surilgan. Amerika axborotida e'lon qilingan xabarlarga qaraganda, Amerikalik mas'ullar Bashar Asad sistemasidagi Suriya rejimining Amerika urush aeroplanlariga qarshilik ko'rsatib qilish ahvolida Amerikaning o'xshash qarshilik ko'rsatilganligini ta'kidlagan. Xitoy oliy maktab o'quvchilarini dinsizlashtirish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi har qaysi o'rta boshlang'ich va universitetlarda keng ko'lamda dinning singib kirishini cheklash to'g'risida tashviqot elib bormoqda. Xitoy xabarlar to'rining 11-sentabr kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, 10-sentabr kuni atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik oliy maktab o'quvchilari Ideya siyosiy tadqiqot markazi, atalmish Xinjiang pedagogika universiteti Ideya siyosiy ma'rifat tadqiqot o'rni, atalmish Xinjiang pedagogika universiteti jamiyat boshqarish institutining tadqiqot o'rni va Islom tadqiqot markazi qatorliq o'rinlar birlashib, Sharq Turkiston musulmonlarining azaldan e'tiqod qilib kelayotgan muqaddas diniy e'tiqodini haqoratlab, asabiylik dini deb atagan va bu diniy e'tiqodning singib kirishini to'sish uchun sistema barpo qilish haqida muhokama olib borgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu yig'inga atalmish Xinjiang pedagogika universiteti, Xinjiang universiteti, Uyg'ur Abnum rayonlik partiya maktabi qatorliq 20 dan ortiq oliy maktab, kasbiy institut, kasbiy texnikum qatorliq o'rinlardan 160 dan ortiq dinga qarshi mutaxassislar ishtirok qilgan. Yig'inda har qaysi maktablardan bir qism atalmish mutaxassislar musulmonlarning muqaddas diniy e'tiqodini asabiylik deb sifatlab, bu diniy e'tiqodning oliy maktablarga singib kirishining oldini olish va shundaqla uningga qarshi mustahkam bo'lgan qo'rg'on hosil qilish haqida taklif fikrlarni berib, Sharq Turkiston musulmonlarining diniy e'tiqodini chetga qiqish yo'lidagi mulohizlarni o'ttirib qo'ygan. Biz bu vaqtda Istanbulda yashayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan bilan maxsus suhbat o'tkazdik. Qog bilan bulbulni bir qafasga solab qo'yganlikning o'zi nima? Zulm. Endi biz nimaga o'xshaymiz desa, to'ngiz bilan qo'yning poqlinni bir ig'ilga solab qo'ygan bilan o'xshash gap. Xitoy bilan Uyg'ur Sharqiy Turkistonlikni bir yerga kelsa deganlikning o'zi nima degan chaqnomizda, to'ngiz bilan poqlanni qo'zini bir ig'ilga solab qo'yganning o'zi ham nima? Zulm bu. Islom dinini tillash va yoki asabiylik dini, terrorlik dini degandek sifatlar bilan haqoratlash qattiq inkor qilinadigan va agar u so'zlarni qilgan kishi musulmon bo'lsa, shu so'zni qilishi bilan Allohga kofir bo'lib ketadigan nihoyat xatarlik bir masaladir. Islom dinini yuqorqidek asabiylik dini va yoki xurofotlik, hozirgi zamonga mos kelmaydi degandek safsatlar bilan tillagan va haqoratlagan kishining hukmi haqida so'ralgan savolga javob bergan Shayx Abdurrahman as-Suhaym mundaq degan: Islom dinini tillash va haqoratlash cho'ng munkar, qat'iy inkor qilinishga tegishli ishki, kishi islom dinini tillash va haqoratlashga o'xshash munkarni sodir qilishi bilan ulug' Allohga kofir bo'ladi. Saudiya Arabiston fatvo va ilmiy tadqiqot doimiy komiteti dinni tillash masalasi haqida dinni tillagan kishi dinni tillashi va dinga haqorat keltirishi bilan kofirlikka hukm qilinamdi deb so'ralgan. Mazkur komitet mundaq deb javob bergan: dinni tillash va erlarning soqol qo'yishi, ayollarning hijoplanishiga o'xshash Qur'on va sunnatda qilishga buyurilgan ishlardan birini masxara qilish kofirlikdir. Agar bu ishlar balog'atga yetgan kishidan sodir bo'lib qolgan bo'lsa, uning kofirlik ekanligini bayon qilish va tushuntirib qo'yish lozim. Agar bayon qilib tushuntirish bergandan keyinmi u yana shu ishidan yonmasa, u kofir bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un.
la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya'ni aytqinki, Allohning oyatlari va payg'ambarini masxara qildinglarmi? Sizlar uzr bayon qilmanglar. Sizlar Allohga iymon aytib bo'lgandan keyin shu masxara qilishinglar sababli kofir bo'lib ketdinglar. Mazkur komitet fatvosida yana islom dinini tillash, Qur'on, hadis va ijmo barliq ahli ulamolarning birlikka kelishi bilan uchuq kofirlikdir. Alloh saqlasin deyilgan. Mazkur fatvoning oxirida yana mundaq deyilgan: dinni tillig'uchi mayli chaqchaq qilib tilgan bo'lsin va yoki g'azablanganligi sababli bo'lsin, uning kofir bo'lishida hech farq yo'q. Ammo bir inson qattiq g'azablangan vaqtida nima deganligini anqira olmaydigan holatda bo'lib qolib, bilmasdan dinni tillab salgan bo'lsa, uni kofir deb hukm qilishga bo'lmaydi. Shundaqdimi bir insonning o'zini dinni tillab kunib qilishi joiz emasdir. Chunki insonning g'azablanmagan vaqtidami dinni tillash odati bo'lmasa, g'azablangan holatidami dinni tillamaydi. Hammani eng yaxshi bilguvchi Allohdir. Mana bu Qur'on va hadisning ko'rsatmasiga asosan berilgan fatvoga asoslanganda Sharq Turkistondagi ishg'olchi Xitoy kommunistlarining Sharq Turkiston musulmonlarining diniy e'tiqodiga qarshi ijro qilayotgan siyosatlari va saqal qo'ygan erlar bilan yog'liq artgan va yoki hijoblangan qiz ayollarni zamonaviy emas, xurofotlik, jahonning keyinda qolganlik va zamonga moslashmaslik deganga o'xshash ta'tir tashviqotlarini tarqatayotgan va Sharq Turkiston musulmonlari e'tiqod qilib kelayotgan muqaddas islom dinini asabiylik din deb sifatlab haqorat qilayotgan va uningga qarshi sistema barpo qilishga kuchayotgan atalmish mutaxassislar va shu sabtiki atalmish zamonaviy madaniyatlik insonlar, agar ular o'zini musulmon deb da'vo qilganlardan bo'lsa, darhol tavba qilib, bu xildagi quruq safsatini tashviq qilishdan to'xtashi va ikkinchilab bu ishga qadam bosmasligi kerak. Aksicha bo'lganda, ular Allohning dinini inkor qilgan Xitoy kommunistlari qatorida kofir bo'ladi. Islom dinini tillagan va haqorat qilgan kofirlarmi dunyo oxiratda Allohning azobiga qoladi. Yusuful Qaradavi Iroq Sham islom davlatiga qarshi birlashgan Amerika ittifoqdoshlarini rad qildi. Dunyo musulmon olimlar birligining raisi Yusuful Qaradavi Twitterda bildirgan bayonotida Iroq Sham islom davlatiga qarshi uyushgan Amerika ittifoqdoshlarini rad qilganligini e'lon qildi. Dunyo musulmon olimlar birligining boshlig'i Yusuful Qaradavi Twitterda bildirgan bayonotida IShID, ya'ni Iroq Sham islom davlatiga qarshi uyushgan Amerikaning ittifoqdoshlarini rad qilganligini e'lon qildi. Yusuful Qaradavi bu vaqtda bergan bayonotida, bu vaqtda men Iroq Sham islom davlatiga qaraganda butunlay o'xshamagan qarashdaman dedi. Al-Qaradavi ijtimoiy uchur aloqa to'rlaridan bo'lgan Twitterda qilgan bayonotida o'zining Iroq Sham islom davlatiga qarshi urush qilish uchun birlashgan Amerikaning ittifoqdosh kuchlarini rad qilish bilan birga Iroq Sham islom davlatining qilayotgan ishlarining uslubini rad qilganligini ta'kidladi. Ular islom uchun emas, balki o'z manfaatlari uchun ish qilmoqda. Yusuful Qaradavi men fikr va uslubda Iroq Sham islom davlatiga qaraganda butunlay o'xshamagan bir tarafdan fikr qilaman. Biroq ularga qarshi islomning qadr-qimmati uchun emas, balki o'z manfaatlari uchun harakat elib bormoqchi bo'layotganlar tarafda turib, Amerika bilan birlashib Iroq Sham islom davlatiga qarshi urush qilishni qabul qilmayman dedi. Saudiya Arabistonning Jiddi shahrida buningdan bir qancha kun burun ochilgan terrorlikqa qarshi kurash qilish yig'inida Iroq Sham islom davlati bilan kurash qilish uchun xalqaro birlik kuchini shakllantirish haqida bir kelishimnoma imzolangan edi. Bu yig'inda Arab davlatlari birligiga a'zo bo'lgan davlatlar bilan birga Iordaniya, Iroq, Livan, Misr va Amerika Iroq Sham islom davlatiga qarshi keng ko'lamda urush boshlash uchun kelishgan edi. Shayx Yusuful Qaradavining bu ko'z qarashini qanday tushunish haqida so'ralgan savollarga javob bergan Istanbulda yashayotgan hurmatli olim va Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyati bosh noziri ustoz Abdul Hakimxon Mahsumajim Yusuf Qaradavining fikri va Iroq Sham islom davlati haqida atrofli javob berdi. Tafsilotini to'rimizning savol-javob programmasidan ko'rib olasizlar. Hörmətli televizor görgüçlər, şunda qılıb bu qatımlıq haftalik istiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kilər qatımqı proqramımızda görüşküsə sizlərlə Cənab-ı Allah'a tapşırırız. Assalamu aleykum və rahmetullah.